Hammaga salom bolalar. Bugun sizlar bilan VPN ni to'g'ri o'rnatish va to'g'ri ishlatishni o'rganamiz. Qani go bolalar. Videoni boshlashdan oldin like bilan obunani bosib qo'yamiz. Menda ikkita fayl bor. Короче, bu programmani udalt qilib, hammaga noldan o'rgataman. Anaqa kiramiz Play Marketga. VPN deb yozsanglar ham chiqadi o'zi. Mana var. Shunaqa o'rnatib olamiz. Mana bolalar o'rnatib oldik. Bu yerdan chiqamiz keyin. Bu yerdan chiqamiz. Olib qo'yamiz birinchi. Telegram kiramiz. Telegram kirgandan keyin mana kanalimda bor, mana fayl bor. Mana fayl. Sal teparoqqa chiqqandan keyin yana bitta fayl bor mana. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, faylni sinfga qo'yamiz birinchi o'chirdan. Saqlanishni bosamiz. Mana xuddi shu faylni ham saqlanishni bosib olamiz. Keyin bu yerdan chiqamiz. VPN ga kirib turib, mana VPN kirsanglar top-toza bo'ladi. Uni bosamiz. Короче, faylga olib kirib ketadi bu yog'i. Keyin tepadagi mana 3 ta chizig'i bosamiz. 3 ta chizig'i bosgandan keyin mana Redmi 12 ochilib ketdi. Mana telefon Redmi 12 ustiga bitta bosamiz. Sizlarning telefoninglar qanaqa bo'lsa, shunaqa chiqadi. Pastroqqa tushamiz. Mana download degan tugma bor, ustiga bosamiz. Telegram bor, o'sha Telegram kirsak mana VPNlar bor. VPN tanlab olamiz. O'zimizga kerakli VPN. Yana xuddi shundoq qilib kiramiz. Telegram kirib, bu VPNni o'rnatib olamiz. O'rnatilmadi, cho'di. Ikkita VPN bo'lgani uchunmi? Короче, shunaqa men yana VPN tashiyman, fayl. Endi buni to'g'ri ishlatishni o'rganamiz. Pubga kirib olamiz. Mana kirib olib VPN chiqarib olamiz bu yoqqa mana. 13 sekund tepada sanoatni ko'rgan bo'lsanglar, o'shanda VPN ni yoqamiz. VPN ni yoqamiz. Sanab bo'lgandan keyin VPN ni o'chiramiz. Team match. Let's go. VPN ni o'chiramiz. Bo'ldi, VPN ishladi bolalar. Men videoga o'tganim uchun telefonim qotadi. O'shaning uchun yaxshi o'yna olmayman men. Biz video o'ynasam, VPN yaxshi ishlaydi. Короче, shunaqa ishlanadi. O'sha boshda kirganda 10 sekund yoqasizlar, keyin o'chirasizlar. Cover me. First point for the red team. Qarshi video o'tganimga qo'yotdi-da. Mana bolalar, videoni ko'rdinglar. Video yoqqan bo'lsa, like bilan obunani обязательно bosib qo'yinglar. Telegram kanaliga o'tib qo'ysanglar, Telegram kanal videoni opsiyasida bo'ladi, kommentariyasida ham bo'ladi. Har kuni fayllar tashab boraman. Keyin VPNchilar sotayotgan VPNni o'zim pulimga sotib olib, sizlarga tekinga tarqataman keyin bolalar. Video yoqqan bo'lsa, like bilan obunani bosib qoldiringlar. Yana xudo xolasa bir hafta 10 kun ichida 120 fps qiladigan videoni ham chiqaraman, tutorial qilib.